100 ta tovuq eng kamida 50 ta tuxum beradi. Qishloqda yashagan hamma xonadon umuman respublika bo'yicha 100 tadan tovuq boqishi majbur. 100 ta tovuq eng kamida 50 ta tuxum beradi. 10 tasini o'zi yeb, agar har kuni 40 tadan tuxum sotsa ham kam ta'minlangan oila bo'lmaydi o'zi. 100 tadan tovuq boqishi majbur. Eng kamida 50 ta tuxum beradi. 10 tasini o'zi yeb, agar har kuni 40 tadan tuxum sotsa ham kam ta'minlangan oila bo'lmaydi o'zi. Va mana shu siyosatga sizlar hammamiz birga inontirib, ishontirib amalga oshirsak, umrimiz hammamizda, lavozimda ham, hayotda ham juda uzoq bo'ladi.